Bugungi kunda dunyo bo'ylab 537 million odam qandli diabet kasalligi bilan yashamoqda. Hisob-kitoblarga binoan 2045-yilgacha bu raqam 783 millionga teng bo'lishi mumkin. Eng ko'p tarqalgan qandli diabet ikkinchi turining o'ziga xos tomoni shundaki, u asta-sekin rivojlanadi. Kasallik boshlanishida hech qanday belgilar sezilmasligi mumkin. Kasallikning rivojlanishidan oldin diabet oldi holati kuzatiladi, ya'ni qonda qand miqdori me'yoridan ortiq, lekin diabet darajasiga yetib bormagan. Agar bu holat uzoq vaqt davom etsa, oxir-oqibat qandli diabet ikkinchi turiga olib keladi. Xastalikning belgilarida og'iz qurishi, chanqash, peshob ko'p ajralishi, holsizlik bo'lib, ayrim insonlarda oyoqlarda og'riq kuzatilishi ham mumkin. Ko'pchilik holatlarda diabetning bu turi qorin qo'ygan tana vazni ortiqcha insonlarda faol rivojlanib, kasallik boshlanganida esa keskin vazn pasayishi kuzatiladi. Qondagi yuqori qand miqdori, shuningdek, kuchli teri qichishi va quruqlashishiga, tananing yumshoq to'qimalarida yiringli yarachalar paydo bo'lishiga olib kelib, ularning bitish jarayonini esa sekinlashtiradi. Qandli diabetning yana bir keng tarqalgan belgisi bu yuqori qand miqdori ta'sirida ko'z tomirlariga zarar yetib, ko'rish qobiliyati sustlashadi. Ushbu yaqqol alomatlar paydo bo'lganda zudlik bilan shifokorga uchrang. Qandli diabet alomati, xastaliklar dalolati.